Mana shuni olib bering. Voy o'tirma. Yaxshi ko'rgan kuyovingizman, olib bering. Voy hayvon 32 ga kirdim, bo'lmaydi bu. Bolang ham to'g'ri kelmaydi. Ketaman. O'zbekistonda yangilik. Xitoyliklarni ortda qoldirgan o'zbegim yangilik qilishda to'xtagani yo'q. Ya'ni siz obunachilarimizga mana shunday yangiliklar qilib borilyapti. Xitoyliklar endi dam beradi. Poluchudestagi barabanni mana shu Farg'onaga olib kelib qo'yganmiz. Mana shu video davomida siz obunachilarimizga mana shu barabanlarni va bundan tashqari har xil o'yingohlarni, farzandini yaxshi ko'radigan, nabirasini yaxshi ko'radigan bobolarimizga yangiliklar ko'rsatamiz. Videoda oxiriga ko'radigan bo'lsalaringiz, siz obunachilar batafsil narx-navolari bilan tanishib chiqishlaringiz mumkin. Videomizni like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, mana shunday bobosini yaxshi ko'radigan nabiralarga va bundan tashqari farzandini sevadigan akalarimizga video jo'natib qo'yishni unutmanglar. Bo'lmasam biz video syomkamizni boshladik. 5000 berib turing. Bo'ldi, beramiz. Hurmatli obunachilar, biz video syomkamizni boshladik. Birinchi bo'lib siz obunachilarimizga, ya'ni Poluchudestda dam bergan. Poluchudestlar ham bunaqasini hali to'g'risi o'ylab ko'rgan yo'q. Yangi ixtiro haqida ma'lumotlarni beramiz. Hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev Tekstil oldidagi ixtirochi akamiz, ya'ni Oribjon akamiz oldilariga yetib kelganmiz. Bu yerda har xil turdagi o'yingohlardan tortib, bundan tashqari mana bunday qo'y qo'ralar deysizmi, oxirlar deysizmi, barchasi bor. Xudo xolasa ko'z ko'rib, quloq eshitmagan narsalar mana shu joyda bo'lsa ham bo'laveradi, do'stlar. Oribjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizmi? Assalomu, ishlar bilan qiynalmasdan. Rahmat, o'zlaringiz ham charchamayapsizlar. Aka, to'g'risi mana shu narsa men kelganimda o'zim ko'zimga shunday jizzat ko'rindi. Ya'ni hozirgi kunda yosh bolalar uchun, bog'chalar uchun, maktablar uchun va bundan tashqari uyiga mini o'yingoh qilaman degan aka-ukalarimizga ham juda ham ma'qul keladigan narsa deb bildim men aka. Xudo xolasa obunachilarimizga mana shu narsalar haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'tsak aka, bir boshdan. Hammasini narxlari bilan qo'ldan kelgancha obunachilarimizga ulashamiz aka, bo'lmasa. Inshaalloh bo'ldi. Xo'p, aka, bu narsamiz hozirgi kunda trend dedingiz. Ya'ni bu yangilik desa ham bo'laveradi. To'g'risi Xitoydan u Asalbek $1000, $2000 ga 2 oy kutib zakaz qilganda o'zimizni Farg'onada mana shu narsa yasalyapti. To'g'risi bunaqa imkoniyatni har doim ham topolmaysizlar. Bu faqatgina Asalbek o'z kanali ashaddiy obunachilar uchun maxsus video bo'lyapti. Bu narsani biz o'zimiz ixtiro qilib chiqarganmiz, 100% aytalaman. Chunki o'zimizning mahsulotimiz, hech qayerdan ideya o'g'irlanmagan. O'zimiz buni ustida ishlab, boshimizni rassa qotirib, sochlar to'kilishiga sababchi bo'lgan narsa. Aka, mana shu joyda bitta narsa qo'shimcha qilaman. Aka, mana shu narsani qancha vaqt davomida ixtiroingiz уже bitta aka? Bu 2 yil ichida o'ylanib, ishlab chiqilib, kamchiliklari bartaraf qilinib, har tomonlama bekamiko'z bolalarga xavfsizlik tomonlama mana bu narsalar, qo'shimchalar qilinib, 2 yil deganda benuqson deydimi, nima deydi? Shunday bo'lib yetib keldi mana. Xudo xolasa tayyor, foydalanishga tayyor bo'lib yetildi. Tayyor qilib chiqardik. Hozir bu nechta bolaga joy moslashtirilgan aka? Bu 8 ta bola o'rindiqli. Buni misol kimnidir joyi yopiq bo'lishi mumkin. Bunaqa joylarga shu bo'laveradi. Ochiq joyga qo'yaman deydiganlarga buni soyabonlilari ham bor. Buni rasmini ham tashlab beramiz. Podpischiklaringizga ko'rsatib nima qilinadi. Bu bitta narsa ixtiroyimiz. Bu yana bitta mana yerda boshqacha umuman neoklassika deydimi hozirgi bir boshqa umuman takrorlanmaydigan narsalar bor. Bu mana xullas 5 tasi bitta desa ham bo'laverar. Bitta narsani sotib olasizda, yonidagi narsalari bonus hisobida ketadi siz uchun. Mashalloh. Hurmatli narxlari tomonidan ham behijolat. Xudo xolasa bunaqa imkoniyatni to'g'risi topolmaysizlar. Bu yerda mana hurmatli obunachilar bemalol biz ham chiqib bemalol qanchalar uchib bo'lavergan mana shu holatida mana shularda. Keldim men 3 oman. Bundan tashqari bitta uch ko'rsatib beringda. Mana, hurmatli obunachilar, hozir necha kilosiz aka? Men 70 kilo. 70 kilo, 100 kilogacha behijolat bemalol chiqaverasizlar. Bundan tashqari bolalarimiz uchun sirbanchiqlar va mana bu yerda ikkita bola bemalol qanchalar uchishlari uchun sharoitlar qilib qo'yilgan ekan. Bir-biri bilan hech qanaqa xalaqit bermaydi. Nimalari, xavfsizlik tomonlari, oyoq qo'yadiganlarigacha yiqilib ketmaydi. Bola o'zini straxovkasini qilib o'tiradi. Bunda uchayotgan bolalar bu yerda navbat kutib turmaydi-da, bunda mashg'ulot davom etadi degan maqsaddan qilindi. Bizga mana bu narsalar kerak emas desa, buni o'zini alohida ham beramiz. Desa berilaveradi. Endi biz o'zimizni Farg'ona nimasi viloyatimiz bo'yicha chiqaradigan bo'lsak, bu narsani taklanadigan varianti, taklanmaydigan varianti bo'ladi. Bu yechiladi.
Mana Ha, yerdan bemalol ajraydi bular hozir. Ajratib bemalol ajratib foydalanish mumkin. chachiladi bu, razborniy bo'ladi. Bu boshqa viloyatlarga chiqaramiz desak ham, misol uchun qo'shni viloyatlardan Toshkent, misol Samarqandmi, umuman voha tomonlargami, qayerga zarur bo'lsa, aloqaga chiqsa, Eng asosiysi O'zbekiston bo'yicha dastavkalar O'zbekiston bor. bo'yicha dastavkamiz bor. Dastavkani o'ylashmasa ham bo'laveradi, xudo xohlasa. O'ylashaversin. Gap Lekin yo'q. dastavka xizmatimiz bizda bor. Bu narsani yig'ishtiriladigan varianti o'zlariga ham olib ketayotgan odamga ham juda qulay bo'ladi. Bu yig'ishtirilmaydigan variantimi o'zimizni Marg'ilon, Tashloq zonalarimiz bo'yicha butunicha ketiladi. 12 ta viloyatda o'ylangan holda ish qilingan, a? Xuddi shunday bo'lgan. Aka, boringizga shukr. Hurmatli obunachilar, men to'g'risi yana bir boshiga qaytamiz va bundan tashqari mana bu bolalarimiz uchun kim esiga tushdi mana shu narsa, hurmatli obunachilar? Ikkita yog'ochni toshni ustiga qo'yib turib, qanchalar uchganlar kommentariyada yozib qoldiramiz. Sababi mana shunday holatda uchganlar bor. Yog'ochni to'g'risi Orifjon aka, biz ham yoshlikda shunday deganmiz-da. O'zimiz shunday uchganmiz. O'tinni kesilganini qo'yib turib, yog'och qo'yib ikki tomondan uchlar. Hozirgi bolalar jannat nimalarda yurta yashashyapti. To'g'risi bunaqa sharoitlarda ilohim aka, bundan-da ziyoda bo'lsin ishlarimiz va yangilik qilishdan to'xtamang aka, asosiysi. Aka, endi bularni bir boshdan narx-navolarini ham yoritib borsak. To'g'risi mana bu yerda mana mashinani ham g'ildiraylarni yechib sotuvga qo'yib yuboribdilar, bular sotilib ketaverar ekan, xudo xolasa. Mana bu yerda akalarimizdan to'xtovsiz qanchalar tushyapti, mana ijodlar bo'lyapti. Akalar, hormanglar. Assalomu alaykum. Necha kilosizlar aka, ikkovlang? 160 kilolik akalarimiz bemalol. Kattalar ham bemalol qanchalar uchsa bo'laveradigan xonasi mana shu yerda ekan do'stlar. Gap yo'q. Aka, mana buni narxidan boshlasak nima deymiz? Xo'p. Buni narxiga keladigan bo'lsak, xo'p, buni mana shu holati nima bo'ladigan bo'lsa, 2 million 200 ming so'm. 2 million 200 ming so'm. 2 million 200 ming so'm. Shu holati. Hozirgi holati. Shu turish holati 2 million 200 ming so'm. U telefon qilgandan keyin narx o'zgardi, boshqa bo'lmaydimi aka? Bizda gap bitta bo'ladi. Bitta shunday telefon Bitta, mana qilamiz. shu gap- Dastavkasi ichida. Dastavkasi mana shu Farg'ona viloyati bo'yicha, Farg'ona bo'yicha shahargacha dastavkamiz tekin qilib beramiz. Boshqa joylarga kelishiladi. Agarda nima Asilbek sizni nomingizdan chiqishib, Asilbek o'zidan oldik deb kelishadigan bo'lsa, ukajon, qarang uka, mana shu bitta komplekt. Bolalar o'tiribdi. Bu komplekt. Mana shu narsa 3 tasi, Yig'iladigan varianti. Yig'iladigan varianti, yig'ilmaydigan varianti farqi yo'q. Farqi yo'q. Sizni nomingizdan chiqsa, mana shu komplekt, 3 ta komplekt olgan odamga mana shu 600 ming so'mlik narsani bonus qilib beraman. Mana shu abrimchoq bepul. Bepul. Uygacha yetkazib berishi bilan. Uygacha olib borib beriladi. Xo'p, Farg'ona aka, viloyatiga. bitta narsani gaplashib o'tib ketaylik video davomida. Aka, Nobog'da misol hozir to'g'risi hamma o'ziga kerakli narsalarni uyiga jihozlayapti-da. Misol uy qurilish qilayotganlar bor. Bolalarim uchun, nabiralarim uchun, nabirasi bir 20 ta nabirasi bor hojonalarimiz bor-da. Shularga bir chiroyli o'yingoh qilib bering desa, shunday borib turib holatga qarab turib o'yingoh ham qilib beraverasiz. Borib joylarini o'lchab, nima ketishini ham o'zimiz tavsiya qilib, proyektlarimiz bor. Xudo xolasa. Kataloglarni ko'rsatamiz, ma'qul kelganini tanlasa, xudo xolasa, o'zlarida ideyalari bo'lsa, ularni ham qo'shib qilib bera qolamiz. O'zingiz borib o'sha yerda qilib beraverasiz. Borib qilib beraverasiz. Qilib bera qolamiz. Bexijolat. Bexijolat. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, mana bu bonus dedik. Mana bu komplekt, mana shu bolacha o'tirgan komplektimiz, abrimchog'imiz va bundan tashqari mana bu yerda serbanchig'imiz bor. Mana shu uchalasi nech pul bo'ladi, Orifjon aka, hozirgi kunda? Xo'p. Mana narx eslaringda qolsin. Menda narx o'zgarmasligi uchun yaxshilab e'tibor beringlar. 2 million 700 ming so'm mana shu 3 ta narsa bittada. 2 million 700 ming so'm. 700 ming so'm. 700 ming so'm. Menga mana bu narsani o'zi kerak deydigan bo'lsa 2 million so'm. Opsiya hozir bo'ladigan narxi nechi pul? Narigimiz bolacha o'tiribdi. Uni 1,5 million. 1,5 million. Buni shu holatida olinsa 2 million 200. 2 million 200 ming so'm, ya'ni 3 million 700 ming so'm. Mana bu 2 million 700. 2 million 700. 3 million 700 bo'lsa 4 million 400 ming bo'ladimi? Yo'q, 5 million 400 ming. 5 million 400 ming bor. 5 million 400 ga 600 ming so'm bonus. Bu bonus. Bonus. Orifjon aka bitta gapda, men to'g'risi hech kim aytganini qilmaganman, bundan buyog'i ham qilmayman. Sababi siz 5 million 400 ming so'm dedingiz, mana bu narsani bonus qilib berdingiz. Shunga Asilbek o'z kanalidan chiqsa, yana bonus qilib berasiz. Yana o'tib berasiz. 5 million 400 dan tushib berasiz mana shu komplektni.
Xo'p. Bo'ldimi aka? Bo'ldi. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, mana shu joyni eslatib, asosiy joyini shunday qirqib olinglarda, telefon qilinglar. Asilbek Uz kanalidan ko'rdim desalar, 5 million 400 ming so'mni ichiga mana bu arg'imchoqimiz va mana bu barabanimiz va bonusi bilan o narigi tomonda sirbanchig'i bilan butun O'zbekiston bo'yicha dastavkasi ichida. Shuni ichida aytib o'tib ketamiz, zontiligi bor buni varianti. Zonti varianti narxi qanaqa bo'ladi? Buni narxi 700 ming so'm qo'shiladi. 500 ming, uzr, adashib ketdim. 500 ming so'm pul qo'shiladi. Ustiga. Hozir xomaki holati bor, uni shunchaki qo'yib ko'rsatib bering desangiz ko'rsatib berishimiz mumkin. Buni ustida bannerli tent chiqqan, hozir hali nima bulut, zamonaviy qilib, milliy berib adreslargacha qo'yilyapti-ku, xuddi shuni singari qilib beriladi. Unisiga faqat shu 500 ming so'm pul qo'shib qo'yiladi. Gap yo'q. Shu narsani aytib o'tib ketishim lozim. Gap yo'q aka. Hurmatli obunachilar, narx-navolari bilan tanishdilaring. Bundan tashqari mana bunday stol-stullar mahallalar uchun, to'yxona, har xil turdagi marosimlarga ishlatish uchun mana shunday stol-stullar xizmati ham bor. Qanchalaylarimiz va bundan tashqari stol-stullarimiz bor. Bu ham yangilik bo'ldi. Ya'ni hozirgi kunda bog'cha maktablari uchun, ya'ni bog'chalarda yoz keldi, bundan buyog'iga yozda mana bunday narsalardan foydalanadi. Sababi nima uchun? Yosh bolalar mana shu yerda tashqarida letniy oshxonaga ishlatsa ham bo'laveradigan. Bolalarni hozir xonani ichida ovqatlantirishgan oldin oshxonani ichida. Hozir biz shuni o'ylab topdik, tashqariga qilsak, tabiat qo'ynida bolalar ovqatlanishadi. Tashqariga shuning uchun shuni o'ylab topdik-da. Bularning narxlari qanaqa aka buni? Xo'p, Asilbek, buni narxlari shunaqaki ukajon. Buni bitta komplekt deyiladi. Mana hozir to'g'risi ulgurmay qoldik buni laminatini kestirib olib kelishimizga. Buni bitta komplekt deyiladi. Buni yarmida hisoblaydigan bo'lsangiz, bir komplektini 1 million so'm sotilyapti. Endi bitta bog'cha hozir kamida eng nimasi 70 ta bolani tarbiyalashyapti bog'chalar. O'shanaqa bog'chalarga menga bitta komplektni olaman deydigoniga sizning nomingizdan chiqsin. 6,5 million qilib beraman. Bitta komplekt. Komplektini 6,5 million qilib beraman. Maşallah, hurmatli obunachilar. Faqat sizning nomingizdan kelish kerak bizga. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, Asilbek Uz kanalidan chiqdim deyishda esdan chiqmasin. Va biz davom etamiz. Keyingi navbatdagi narsalarimiz, ya'ni biz obunachilarimiz, chorvador akalarimiz chetdamisizlar, bitta kommentariy yozib boringlar. Qo'y qo'ralarimiz. To'g'risi men Orifjon aka agar kirishgan bo'lsa, bir 2-3 tasini kirgizgan edim. O'zimiz fermaga borib ham so'rashdi, qo'y qo'ralar nima bo'lyapti aka deyishdi. Asha akamizga birinchi qo'l dehqonni o'zi desa ham bo'laveradi dedim. Kiringlar dedim. Bu yerda har xil turdagi qo'ylarimiz uchun alohida deysizmi, общий deysizmi, xohlagan razmeringizda mana bunday qalin materiallardan qiling. Bu aka konteynermi yo'q, profilmi? Konteyner yo'q bizda. Konteyner ishlatilmaydi. Oxiri faqat konteyner shu. Qolgan joyi hamma yo'g'i profil, truba, yangi material, albatta eski temir ishlatilgan. Yangi ishlatilgan. Yangi 100% ga yangi temir bu yerda hamma narsalar. Hurmatli obunachilar, yangi ishlatilgan ekan haqiqatda. Mana bu narsalar. Bularimiz aka hozir bu nechilik bu? Ko'ramiz. Bu 1,5 ga. 3 metrligimiz bu. Bu alohida qo'chqor boqadiganlar uchun. Bittalik bu. Bittadan 4 ta qo'ydi boqaman. Buni ustida nimalari ham bormi? Xomlari? Zakaz qilinsa qo'shib qilib berilaveradi bu narsa, lekin buni hozir yo'q. Mana bu yerga maxsus joyini qo'yib ketilgan. Shuni yog'ochni soladi rekani. Tomini yopaman deydigan odam uchun muammo bas. Ikkita reka bilan tomi yopiladi. Bularimiz narxi qancha hozir Orifjon aka? Biz juda arzon chiqaramiz bularni. Bu arzon Bu bo'lsa, agar o'tgandaqa bo'lib ketdi bizda. Dehqonchilik. Dehqonchilik. Gap yo'q. Biz boshqa joylarda narxi muncha edi demaymiz. Hali aytadi 3 million 200 ming ham demaymiz, 3 million 100 ming ham demaymiz. 3 million so'm uka. 3 million ham dema, aka bitta bo'lsin, tushib bering aka. Ayting o'zingiz. Obunachilaringizga. Men obunachilarimga ko'p tortish boraman. Xafagarchilik yo'qmi? So'rang. Sizning gapingizga. 2 million 500 dan nima deysiz? Yo'q, aka. 2 million 500. Aka, shu gapingiz uchun obunachilaringizga sizning nomingizdan chiqsin. 900 qilib Farg'ona shahargacha, Farg'ona shaharigacha. Mana aka bitta gap, qarang. Marg'ilon shahar. Qo'lda bering aka. 2108 qilib berasiz aka. 208 ga men haddim chiqsa bering mana shuni. Obunachilarimizga. Shunga xursandmisiz? Xursandman aka. Kompaniyasi olsin. Hurmatli obunachilar, telefon qilinglar. 1 2 3 4 ta qo'y uchun, ya'ni razmeri nechiga deysiz? 1,5 ga 3 metr. 1,5 metrga 3 metr, 4 ta qo'y. Orasiga ya'ni hozirgi paytda qo'zilatisiz, ikkita qilsangiz ham 8 ta qo'y sig'adi. 1,5 ga 3 metrlik qo'ramiz 2 million 800 ming so'mdan. Bunaqasi hali berib bo'lmagan, bemalol telefon qilinglar va bundan tashqari bo'lib boqmayman, optim boqaman deganlarga ham mana yasab qo'yilgan holat. Zo'r qilib. Buni bitta boshqa tomoni bor. Bu oddiy qo'yxona emas bu.
taklab bitta mashinangizni ustiga yuklab o'zingiz olib ketaverasiz. Yengil Bagajda mashina. shu joy bo'ladimi? Bitta bagajga joy bo'ladi bu narsa. Ko'rsatib beraymi? Mashalloh. Bitta qani aka ko'rsatingchi aka. Mana yig'ilish, chachilish jarayonlarini ko'rib olaylik. Juda qulay bu nimalari. Ko'rsatinglar. Bu demak, hozir misol uchun hozirgi paytda qo'y boqib, kuzga borganda bo'ldi endi qo'y hozir boqmay turaman, keyingi yilga boqaman degan akalarimizga mos narsa ekanda, xudo qo'ylar xolasa qoladi aka. shundakkina. Gap yo'q lekin. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman. Buni uzunligi qancha? Bu 3 ga 1,5. Bu ham nafaqat polda boqaman, polda boqmayman, yerga boqaman deydigan odamlar uchun ham ko'taramiz. Mana men sizga ko'rsataman. Qarang. Yerga ham joy bo'ladi. Bu yer qo'yxona ham bo'ladi. Mashalloh. Mana qaranglar hurmatli obunachilar. Uje har xil variantidan ekanda bu. Bu universalka deydi-ku. Universal variant ekan. Janovar. Mana usta, o xitoyliklar to'g'risi ko'rib qo'yarsin. O'zbeklar nimalarga qodirligini. Kommentariyda o'zbegim olg'a deb yozib qoldirish esdan chiqmasin. Mana. Xohlagan usulingizda bemalol xohlasangiz pol variantida, xohlasangiz yer variantida. Yer qo'yxona, bemalol boqib pol qo'yxona. Ikki xil variantida bu. Bu necha pul buni narxi aka? Buni narxi Arzon qilib ayting aka. Yo'q, bizda hamisha arzon bo'lgan. Agar bizdan arzonini topsa, marhamat. Undan ham arzon qilib berasizmi? Arzonidan arzon qilib beraman. Gap yo'q mana. Hurmatli obunachilar, mana shu joyi esda qolsin. Agar bu kishi bundan arzonini topadigan bo'lsalar, undan ham arzon qilib bermagan. O'sha gap. Gap yo'q, narxini ayting aka. Bunimizni narxi Asilbek, endi buni narxini 2.800.000 so'm qilib beraman. 2.800.000 so'm. Buni mehnati ham, materiali ham bexijolat. To'g'ri, mana bu yerda erinilmagan hech qayeriga, eski narsa ishlatilmagan. Yangi profilda qilingan ekan janovar. Yupqa material ishlatgan deyishlari ham mumkin. Qo'chqor boqqani ham arzorar ekan. Bu narsa ichida yupqa material yo'q. Kamida 1,5 list. Xafa bo'lmaysiz, endi tepib ko'raman. Bemalol teping. Hurmatli obunachilar, qo'chqorda ham bemalol. Mana oling, men tepaman. Hali Bruslini tepadigan qilib variantlarida mana. Bemalol. Shunday turibdi. Misol qo'chqorlar tushadi, netishadi-da, shuning uchun bir qolib tekshirib olgan yaxshi deb bildim. Agar qo'chqor sindirib olsa, Toshkentga olib ketishgan bo'lsa ham borib sizlarga qilib berib keladi. Gap yo'q, mana gap yo'q. Mana aksiya, hurmatli obunachilar. 2.800.000 so'mdan biz davom etamiz keyingi navbatdagi qo'ralarimiz. Ya'ni kichikroq qo'ra so'ragan akalarimizga mana 1.5 ga 1.5, 2 ga 1.5, 2 ga 1.5 variantlari har xilidan bor ekan. Bu ham hozirgi paytda biz ikkitadan 4 ta qo'y boqsa bo'laverar ekan, bemalol aka. Bunga. Buni eng qulayli tomonlari endi hamkasblarimiz ko'pchiliklar ichida bor bu narsa. Mana shunday qilib svarka qilib qo'yishadi-da. Mana shu narsa oddiy narsa. Lekin shu narsa mana u eshikni ochilish jarayoniga cho'r e'tiborsiz qoldiriladi. Eshik ochilish hisobiga jichcha xalaqit. Ko'p joyda xalaqit beradi, eshik ochilmay qoladi. Yo bo'lmasam eshikni bu tomonga qilib qo'ysa, bu tomonda kimnidir devori bo'ladi, oxir tegib qoladi. Tushunarli. Buni qo'yganingizdan keyin birinchi o'rinda odamlarda o'ziga qulaylik. Hayvonni kirib chiqishini hisobini olinadi. Eshikni misol bir xilgilardagida devor bo'lib qolsa, bu tomonga ochilmay qo'yadi. Bunda qulayligini o'ylab topilgan. Mana eshik 100% ga ochiladi. Qo'yda kirib chiqishga qiynalmaydi. Suvni mana bu narsani paqirda olib qo'ysangiz bo'ldi, taklanib qolaveradi. Paqirda kiygizasiz, bo'ldi, o'zi joyida turadi bu ukajon. Buni narxi necha pul? Qo'shimcha qilib ketdik. Buni narxi 2 million so'm ukajon. 2 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Bu taklanadigani bu. Bu taklanadi. Bu ham mana shu varianti bu. Xuddi shuni variant taklanadi. Endi bunimizga keladigan bo'lsak, bu variantimiz taklanmaydigan, bu 1.5 ga 1.5. Shuni ham alohidalik qilib bering desa, buni ham qilib berilaveradi. Lekin hozir shunimizning narxi 1.400.000 so'm. 1.400.000 so'm. 1.400.000 so'm. Eski narsa yo'q bu yerda ham. Yerda 3 ta 4 ta qo'yga yengil bemalol. 3 ta qo'y boqiladi. 3 ta 4 ta. Hozirgi qo'zilardan 4 ta 5 ta ham chiqsa bo'ladi. Bemalol boqsa bo'laveradi lekin hozir lekin. Menga taklanadigan narsa kerak emas. Menga pul arzon bo'lsin deydiganlar uchun. 1.700.000 so'mdan Asilbek 2 ga 1.5. 2 ga 1.5. 1.700.000 so'm. 1.700.000 so'm taklanmaydigan versiyasi. Temirdan naqd chiqyaptimi aka? Yo'q. Chiqmayaptimi? Biz faqat obunachilarga ishlayapmiz ukajonim. Bizga barakasini Alloh beryapti. Mashalloh. Hurmatli obunachilar, bundan tashqari mana bu yerda mana oxirlarimiz ham bor. Molga deysizmi, mana bunday qo'yga deysizmi, suvga deysizmi, nimaga foydalansizlar ham butun konteyner mahsulotidan ishlab chiqarilgan ekan.
Oxirlarimiz nech puldan Orifjon? Bularimizni narxi 1 metrini 250 ming so'mdan sotyapmiz. 250 ming. 250 ming. Endi ko'proq olaman deydiganlarga narxlari yana tushib berilaveradi. Qo'y oxirlarimizchi. Bunimizni narxi 150 ming so'mdan. 150 1 ming metri. so'm. 1 metri. 1 Ya'ni metri. hozir 2 metr bormi bu? Bu 230. 230. Shunga qarab turib hisob qilinadi. Narxini chiqarib berilaveradi. Necha metr kerakligini aytsa, o'shaning ichida oyog'i, ikkita yonini yopib berish xizmati bizda o'zimizda. Bundan tashqari uyimga kelib qo'yxona yasash kerak deydiganlar uchun ham aloqaga chiqaverasizlar. Borib yasab berish. Borib uyiga o'zlarining joylariga yasab berib kelamiz. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, manzilimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Deo Tekstil, ya'ni ko'pchilik tanigan o'sha qo'ypurushlar mahallasi desa ham bo'laveradi. Mana shu joyda biz. Mana bu yerda mana so'rtaklar uchun shotilarimiz, ya'ni nima deydi? Eshak deydi. Bizning farg'onachasiga eshak deydi mana. Shoti. Xullas, kimni evazida nima deyiladi aytib o'tib ketasizlar. Ya'ni toklarni xomtaya qilish uchun, kesish uchun ishlatiladigan narsa. Va bundan tashqari mana bu yerda mana quyon deysizmi, tovuq deysizmi, nima bo'lsa mana shunday qapaslarimiz ham bor. Buni qulayliklari oldilari mana Yevrozabor hozirgi trenddagi setkalardan juda qattiq bo'lar ekan. Qattig'idan qo'yilgan. Buni oxirlari bor. Buni hozir oxirini qo'yilgani yo'q. Oxirlari bor oldida. Qilib berildi bu narsa nimalari ko'rib olinadi, materiallar bexijolat Asilbek. Sizning nomingizdan chiqsa buni bonusi ham bor. Bor, a? Narxlari bexijolat Nech pul narxlarda. narx aka? Ukajon, men sizga 1 million 200 deb talashib o'tirmaydigan narxda aytaman uka. 800 ming so'm. Sizning nomingizdan chiqqan odam uchun faqat. 800 turishi. Turishi mana shu holat. Oxiri ham bo'ladi. Oxirini qo'yib beraman don yeydiganini. Qo'ndag'ini patarka qilaman. Gap yo'q lekin. Hurmatli obunachilar, 800 ming so'mdan kelaverasizlar. Tovuq qapas, quyon qapas xohlaganingizdek foydalanishingiz mumkin. Metrini aytib o'tib ketay. 1 metriga 2,5 metr. 1 metr 20 ta tovuqni yengil boqasiz. Men yaqinda ko'rdim aka, internetda o'zimga zaril bo'lib ko'rgandim, 3,5 million ko'rdim. Bizda dehqonchilik bu narsalar. 800 ming so'm. To'g'risi telefon qilmasalaring, bosmasalaring bo'lmaydi do'stlar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Deo Tekstil oldi. Orifjon aka, obunachilarimiz keladi, izlanib, agar yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, bemalol ko'rsataveradi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, biz kelgusida yana ko'rishamiz. Inshaalloh siz obunachilarimizga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik degan umiddaman. Orifjon aka, obunachilarimizga bir qandaydir bir savol, takliflar bormi aka? Savolmi? Ya'ni bundan arzonni topishsa, ya bir nimalar qilib boramizmi? Bizda narxlar tomonidan atrofda surishtirilib, isboti bilan kelishsa, tushirib beramiz. Surishtirib keyin kelishaversin, sizlar. Surishtirib kelishsa, bizda nafaqat uka bu detskiy tovuqlar uchun, qo'ylar uchun emas ukajon. Biz odamlar uchun ham uylariga borib, naves, perila, so'rtak, shunga o'xshash narsalar svarka sohasi bo'yicha atopleniyasigacha borib qilib beraladi. Temir sohasi bo'yicha kelishaversin. Darvozasidan kirsa odamning uyida ishlaydigan narsasi bo'lsa, svarka xizmati, santexnika xizmati biz tayyormiz. Ekranda raqamlar bo'ladi, bemalol bog'lanishlaring mumkin. Orifjon aka, siz ham ishlaringizga omad. Xalqimiz uchun mana shunday ixtirolar qilishdan to'xtamang aka. Inshaalloh biz obunachilarimizni xafa qilmasdan chiroyli qilib kuzatasiz degan umiddaman. Do'stlar, Asilbek Uz kanalidan aslo yiroqlashmanglar. Xudo xolasa kelgusida siz obunachilarimizga yana yangiliklar bo'lsa, albatta yetkazishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek Uz kanalidan Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiysi o'zingizga ehtiyot qiling.